nima qilyapsiz? Men siz oldingizga qanaqa muomala qilgan ekanman. U mashinani sotgan ekan. Mana mashinangizni olgani keldim, siz bilan tanishish uchun kelmadim. Mashina haqida gaplashaylik, muomala haqida emas. Hozir Hop. soling 15 ga bo'lsam? Yo'q, to'g'rimi? Yo'q. Hop, qarang. Yo'masam mashinangizni men baribirga olmayman. Men aytadigan narxni siz bermaysiz. Okey. 13,5 ming qo'yib beraman, faqat Instagram story bilan Telegram kanaliga. Qarang, to'g'ri keladimi? Yo'q, mana shu to'g'ri kelmaydi aka. O'zingiz qoling, bo'lsa sotmaysiz. Sotmaysiz? Yo'q, sotmayman. Ay. Mashinam chotki 15 mingga men 100% sotaman. 15 mingga hech kim olmaydi, yaxshi qiz. Oladi. Bo'ldi. Siz menga qo'yib bering, qolganini o'zim tanishlarim sotaveraman. To'g'ri kelmaydi, to'g'rimi? Qo'yib berishim ham. To'g'ri kelmaydi, sizga to'g'ri kelmaydi. Bo'l. Men ham to'g'ri kelmayman. To'g'ri kelmaysizlar. Bo'l, hop. Sabr. Charchamang. Xo'p, hurmatli obunachilar, kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, mana bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanalimizga xohlasanglar mana shunaqa videolar qo'yib beramiz. Agar yaxshi narx qilib bersanglar, bu yerda mana Instagram kanalimiz postga qo'yib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, Defix Avtoga obuna bo'lib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.